Ashitdan shunday kelishini men bilaman. Mashina ichida odam bor. Shetga tushib ketganman. O'shanda menga Ajroil degan odam ko'ringan. Shetga tushib ketganmisiz? Shetga mashina yopiq edi. Shu qabrda qanday bekitishni bilmayman hozir. Shu yerga tushib ketganman. Ikkita savolga javob bergan, uchinchisiga berolmadim. Menga yerga to'kib bo'lmasa ekan, ayol kishi qora ustvosh kiyib bo'lmasa ekan. Qolganiga savoliga javob bera olmadim, ustim oqib ketdi. Qo'limdagi bolam chaqaloq edi, kichkinam Davlatbek. Siz qanday bo'lib paytga tushib ketgansiz? Men bilmayman. Mana bu ajriq edi. Kelindim moliga o't qilardik. Keyin mashinalarni tozalayotganimda mana shu bek edi. Ha, mat bek edi. Mashet ochilib ketgan, tushib ketganman. O'shanda ko'rganman, odam kallalari, oyoqlari ajrab ketar ekan, kafan turavergan. Batdan keyin qanaqa qilib chiqib olgansiz? Xudoning amri bilan yana bu qabr ochilib ketdi, nima qildi? Endi yilda buni bekitishga harakat qilaman, kuchim yetmayapti. Qanaqa qilib to'ldirishga aqlim yetmayapti. Bu to'lmayaptimi? To'lmayapti. Buni toshmi bir narsa qilib to'ldirish kerak buni. O'shancha ancha-muncha odamga men aytmas edim, endi sizlarga Xudo yaqin deb bu ustalarni ham yaqinlashtirib kelmadim buni. Sizlarga o'sha bir kunda 45 ta 50 ta qabr tozalayman.